Hammaga hello jigarlar. Bugun biz sizlar bilan qanaqa tez Dwin Pond yig'ishda o'rganamiz. Qani hamma tayyor bo'lsa ketdik. Jigarlar, o'sha Dwin Pond yig'ish uchun kerak bo'ladigan narsa o'sha Dwin Pond yig'ish uchun nimani o'ynasak bizga ko'proq Dwin Pond beradi yo mana bulardan birortasini olish kerakmi? Hozir bitta yangi narsa qo'shildi. Dreamliga yaratuvchilar tomonidan 25%, ya'ni Dwin Pondni 25% ga ko'tarib, oshirib beradigan narsa qo'shildi, jigarlar. Hozir qaranglar, jigarlar. Mana bu yashirin playerlarni, speaker playerlarni ketishiga 3 kun bor. Endi buni 2 kun desak ham bo'ladi. 59 minutdan keyin 2 kunga tushadi. Jigarlar keyin ketadi. Men bunda faqat Begampni olib ulgurdim va 85 lik ham qilib oldim. Ammo lekin jigarlar bitta narsa juda alam qilyapti. Meni narigi akkauntim o'chib ketib qoldi. Shu alam qilyapti. Narigi akkauntimda pashti ikkinchi speaker playerni ham olib bo'lgandim deb desa ham bo'ladi, lekin u o'chib ketib qoldi. Undan keyin yangi akkaunt ochdim. Uni o'yinchilarni olib mana bunday qilganimcha men Dwin Pondga e'tibor ham bermabman. Keyin o'yinchilarini oldim bu akkauntni. Dwin Pondga e'tibor ham bermadim. Dwin Pond reklamalarni ko'rmadim. Pul yig'ishga qiziqdim. Ko'rib turganlaringdek jigarlar, men Dwin Pond juda kam oldim va oxirida mana shuncha qolganda, mana bunga kelganimda Dwin Pond yig'ishim kerakligi esimga tushib ketdi. Begampni olib ulgurdim. Narigi akkauntim bo'lganda kim bilsin, balki buni ham olgan bo'lardim. Xo'p, mayli jigarlar, u o'chib ketdi endi. Xullas jigarlar, mana shu narsalardan qaysi birini o'ynasak bizga ko'proq Dwin Pond beradi. Agar siz Livi o'ynaydigan bo'lsanglar, sizlarga 100 tadan 165 tagacha Dwin Pond beradi. Agar siz botni o'ynaydigan bo'lsanglar, sizga 100 tadan 115 tagacha Dwin Pond beradi. Agar siz ssenariy o'yinlarini o'ynaydigan bo'lsanglar, 100 tadan 150 tagacha sizga Dwin Pond beradi. Agar siz mana bu, ya'ni buni ham bir Levi desak bo'ladi, olmas va Dwin Pond beraman deb qo'yibdi. Buni o'ynaydigan bo'lsanglar, birinchi o'ringa chiqib turistni olmab olsanglar bo'ladi jigarlar. Sizlarga eng ko'p Dwin Pond beradigani, eng ko'p Dwin Pond olsa bo'ladigani mana bu Levi Dreamliga Levi deb qo'yilgan. Mana shu Levi eng ko'p Dwin Pond beradigan narsa 100 tadan 165 tagacha Dwin Pond beradi. Video yoqqan bo'lsa jigarlar, like, podpiska bosib qo'yishingiz chiqmasin.